Ofisning kreslolarini ko'rib turibsizlar, lekin yuvsanglar top-toza bo'ladi. Hammasi ishlaydi. Faqat mana bularni endi to'g'rilab yuborsa bo'ladi, lekin har bir donasi 150 ming so'mdan. Plus bu nima deydi, lejak deydi-yu, yozgiga bemalol basseynning oldiga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Ishlaydi hammasi, har bir donasi 500 ming so'mdan. Plus shkoplarimiz bor. Shkoplarimiz, ya'ni restoranlarga, kafelarga bemalol vilka qo'shuvlarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Tagiga tarelkalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, lekin buni har bir donasi 400 ming so'mdan. Undan tashqari 120 ga 2 metrli shkopimiz bor. Bu shkopimiz kupeni shkop, narxi 700 ming so'm. Tak, stolimizni ko'rsatganimizda, stolimizni 500 ming so'm, buni navashinida ko'rsatamiz, faqat chang bo'lib turibdi. Dazmol qo'yadiganimiz bor. Bu dazmol qo'yadiganimizni ko'rib turibsizlar. Buni narxi 1 million so'm. Hamda shkopimiz bor. Shkopimizni ko'ryapsizlar, yechekali, tagiga narsalarni ilsanglar bo'ladi. Ya'ni do'konlarga yaxshi. Bunisi ham xuddi shunaqa. Lekin har bir donasi 400 ming so'mdan.